dostlarım, arkadaşlarım, her bir günümde yelkedaşlarım, sinifdaşlarım, arkadaşlarım, her bir günümde yelkedaşlarım. Sizlar uchun tayyorlangan taomlar totirish arafasida. Shunday ekan hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bayram hammaga muborak bo'lsin. Rahmat.
Kuru asmanlardan Kaydı vicdan tabanlardan Eskinen sarıldım Kurladık beyledim Aşkını sen bütünleydim Sarılmayın seyhan için Yanımızın sağındım
xursandmiz. Bugungi bayram sizlarga muborak bo'lsin. Aziz bahmonliklar, xush kelibsizlar. Tog'lar oshib, qirlar oshib degan mehmonlarga yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Sizlar bilan ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi bayram sizlarga muborak bo'lsin. Aytishiga qaraganda bugun Bahmonda juda ham chiroyli ob-havo bo'lgan ekan, lekin sizlar Bahmonni tashlab Jizzaxga kelibsizlar. Bunaqasi juda ham kam ekan tuyuladigan holat. Bu bo'lganda ham sizlarga behisob tegishli bo'lsin deymiz. Charchamanglar, doim oilada, shaxsiy hayotda qolaversam, shaxsiy masalalarda doim sizlarga omad hamroh bo'lsin deymiz. Mana shunday uchrashuvlar, yilliklar juda ham ko'p bo'lsin. Bayram sizlarga yana bir bor muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Bugun ana shu Bahmon tumanining Muzg'ulon qishlog'idagi 21-maktabni bitirgan aka-opalarimizni bugun ajoyib uchrashuvlari, diydorlashuv marosimi deymiz. Ana shu bayram sizlarga muborak bo'lsin. Doim do'stligingiz abadiy bo'lsin, mehr-oqibat ko'tarilmasin doim orangizdan. Yaxshiliklar, yaxshi insonlar doimo sizlarga hamroh bo'lsin. Bugun rahmat. Qarsak chalishdik, bemalol chalib qo'yaveringlar. Hozirgi kunda eng arzon narsa qarsak bo'lib qoldi. Qarsakni narxi yo'q, bemalol chalsangiz bo'ladi. Bozordagi narsalarni qiymati ham, narsalar ham juda ham kundan kunga oshib boryapti. Hammamiz yaxshi bilamiz. Mayli, bu bozor iqtisodiyoti bugun esa biz bayramdamiz, kayfiyatni buzmaymiz. Yaxshi kayfiyatda davramizni davom etamiz. Bugun do'stlaringiz orasida gapirmoqchi bo'lgan mehmonlarimiz bor ekan. Ularga yuzlanmoqchimiz. Ismlari Javod aka va To'ti opamizni yozdirishgan birinchi bo'lib. Rahmat. So'zlarga yaxshiliklar bilan, istaklar bilan davomimiz o'z yo'nalishida davom etadi. Xush kelibsizlar. Endi ikkalarining ismlari juda ham noyob ismlar ekan, juda ham kam uchraydigan, kam qo'yiladigan ismlardan bittasi ekan. Juda ham xursandmiz. Sizlarga like bosishyapti, sinfdosh do'stlaringiz. 20 yil bo'ldi menimcha, adashmasam, 20 yil oz ham, ko'p ham muddat emas. Lekin bitta yosh yigitni umri. Xudo xolisa, bunday uchrashuvlar juda ham ko'p bo'lsin. 30 yilliklarda ham mana shunday qatordan kam bo'lmasdan ishtirok etib sizlarga nasib etsin. Xush kelibsizlar. Rahmat. Salostabi shu yerga chog'ilgan barliq qo'noqlar, yana shu yerda 20 yildan keyin chog'ilgan qarsdoshlar, mana bugungi chog'ilish abdan so'ng bo'ladi. Endi deyim, bardingizlarga sog'lik, uzun umr, birbirlaringizlarga tinchlik, amanchilik. Endi deyim, bardingizga shunday avtosalon ustida cho'g'ilib жүрген nasib qilaversin. O'rtog'izdan siy ketpesin, talashqan siy bo'lsin, bir-biringizni hurmatlab, siylashib yuraylik deb. Klassdoshlarimga qalayim, o'zingizlarga endi maqsad qo'ygan bo'lsangizlar, maqsadlaringizga yetingizlar. Жұмыштарыңызға игілік, өркінде өсөөрелик. Рахмат бардыңызға. Assalomu alaykum, aziz, men uchun hurmatli, mehribon sinfdoshlar. Mana shu 20 yillik bahona shu yerga diydorlashib o'tirganimdan juda ham xursandman. Mendan baxtli odam yo'q. Mana shu bugun masalan sizlarga oilalarga tinchlik, sog'lik, salomatlik, uzoq umr, dunyoda mingta tilak bo'lsa barchasini tilab qolaman. Qayda bo'lsang aziz sinfdosh, mehr bilan olaver nafas, faqat sendan bitta iltimos, kelajakda unutmasang bas. Yaxshi niyatlar, sinfdosh do'stlarimiz o'zlariga hamroh bo'lsin. Juda ham xursandmiz ishtirokingizdan. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kayfiyatni yaxshi qiling bugun bayram. O'sha bolalik xotiralarini eslab, darsdan qochish paytlaringizni, ikki olgan paytlaringizni eslab birgalashib, suhbatlashib o'tirasizlar degan niyatdamiz. Biz sizlarga yana yuzlanamiz. Hali oldinda yana go'zal tilaklar, yaxshi istaklar va qiziqarli sharh o'yinlarimiz bor. Sizlarni ham ko'ramiz ham bu borada qanday shijoatga, g'ayratga kelganligingizni birozdan keyin sanab ko'ramiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Biz esa keyingi bitirishlar tomon yuzlanamiz, chunki bugun har ikkala tomonda ham bayram bo'lganligi uchun biz sizni ham ko'nglingizni olyapmiz, bu tomondagilarni ko'nglini olishga harakat qilyapmiz. Sizlar bemalol suhbatlashib olasizlar, dildan suhbatlashib, keyin yana sizlar bilan ko'rishamiz. Nasib etsa.
Davramiz davom etadi, aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, marhum esa tadbirlarimiz birga bo'lib qoldi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha har shu tomonni ham birgalashib olib borishga qilamiz va hozirdan qo'ldan kelgancha. Endi yaqindagilar ustozlarimiz davramizda video olishga kelishgandir. Ularni har birlari gapirishga haqli insonlar biz nazarimizda. Ustozlarga uzoq umr tilaymiz, umrlari doim uzoq bo'lsin. Biz shogirdlar baxtiga ana shunday soha vakillari, kasb fidoyilari doimo omon bo'lsin. Demak, yerdagi mehmonlarga bezanamiz. To'ychiyeva Saida opamiz va To'ychiyeva Saboqat opalarimizdan yerdagi tabriklarimizni degan muvofiq bo'lamiz. Demak, mehmonlarimizga yaqin boramiz. Ular bilan ajoyib suhbatlarni, demak, tabrik to'plarni degan davramiz davom etadi. davom etib ketaveradi. Bu yerda o'ynagan joylaringizda keyin mana boshlovchilar gapir, mana shu joylar sal muhimroq edi. Ovqatlanish emas-ku. Rahmat, ustozimiz umrlari uzoq bo'lsin. Ana endi ichimizga nimalardir kirib, salinglar yuzlarimizga qon yugurib qoldi. Faqat ko'rishib oldik. Endi birinchi shart boshlaymiz, birinchi guruh bilan bitta. Shartlarimiz o'zgacha. Boya aytib o'tgandek, bugungi kechani qanaqa o'tishi ko'proq sizlarga bog'liq. Men aytib ketaman, lekin sizlardan ko'rsatib berishlarini bu mana biz ta'riflab qo'yishyapti. Ertaga 5 yil, 10 yildan keyin solishtirasiz. 10 yillik qanaqa bo'lganda, 20 yillik qanaqa, buni hammasini video aniqlab beradi. Bu birinchi shartimizga mayli 4 dan taklif qilamiz, ya'ni qizlarimiz 4 ta ish kerak, 8 ta ishtirokchi kerak bo'ladi. Marhamat. Avval ko'ngilli taklif qilamiz, chiqmoqchi bo'lganlar taklif qilamiz. Agar chiqishmasa, bizda ro'yxat bor, ismlarni aytib chaqirishga majbur bo'lamiz. Marhamat, davramizdan o'rningizni egallab olasiz degan niyatamiz, hurmatli bitiruvchilar. Ana, tashkilotchilar doim faol bo'lishadi. Akamiz mana birinchilardan bo'lib 4 ta yigit, 4 ta qiz kerak.
Hani ko'ramiz, kim necha o'qiganligini, 5chilar, 4chilar, 3chilar deganday. Ikki o'qigan u kishi. O'qimaganmisiz? Ha, bo'ldi, tushundim. Yaxshi, qizlarimiz 4 ta bo'ldi, yigitlarimiz ham 4 ta bo'ldi. Ana endi tushundim. Bugun ham ushlayapsizlarmi? 20 yil qolib ketdi, bo'ldi endi. Endi ushmaylar. Endi yana ham mehr oqibati bo'lishi kerak. Sindoshlar. Yaxshi, hozir bitta yigit, bitta qiz bo'lib yumaloq bo'lib turib olamiz. Aylanib turib olamiz. Men keyin shart tushuntiraman. Marhamat. Bitta qiz, bitta yigit bo'lib yumaloq bo'lib turib olamiz. Ana shunday. Bizga bitta piyola berasiz, iloji bo'lsa, bir kishi qaratish tursin bizga. Mayli, o'zim bora qolaman. Bitta to'xtab piyola berib turing. Yo'q, piyola. Xo'p. Hurmatli ishtirokchilar, shartni tushuntiraman. Shartimiz juda ham sodda. Sizlarni hech qiynash niyatimiz yo'q. Faqat tinglash kerak. Xo'p. Shartimiz kim chaqon, kim epchil deb nomlanadi. Men piyolani akamizga topshirdim. Ashurotchi akalarimizdan birlari. Lekin ismlarini bilmayman, to'g'risi. Jasur akaga topshiraman. Topshiraman. Xo'p, Jasur akamiz musiqa boshlanadi. Qo'llaridagi piyolalarni soat tirgasi aylanganday qo'l tutishni boshlaydi. Ya'ni siz aylantirasiz, birimizga berasiz piyolani. Musiqa bo'layotgan paytida turgan joyingizda o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Bu shartga yana ham faiz berish uchun. Keyinroq o'tmasda. Lekin musiqa juda kam bo'ladi. Opa. Musiqa juda kam bo'ladi. Musiqa turgan paytida piyola kimning qo'lida qolib ketadigan bo'lsa yoki tushirib yuborib sindirib qo'yadigan bo'lsa, ana shu ishtirok piyolani pulini to'lab shart qilib ketadi. Xo'p, piyolani narxini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Necha pul bo'lishi? Endi buni ayollar juda yaxshi bilasizlar. Bozor 20 ming so'm deb baholandi. Bitta piyola narxi kim sindirib qo'ysa to'laydi. Tayyormisizlar? Qolib ketsa yoki tushirib yuborib sindirib qo'yadigan bo'lsa, shu to'lab beradi. Birinchi musiqamiz akamiz qo'yib beradi. Marhamat, aylantirishni boshlaymiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holatda o'yinimiz boshlandi. Ketdik. Aylantiramiz tezroq. Tezroq aylantiramiz. Yo'q, aka ishlab qolmang. Tezroq aylantiramiz. Yaxshi. Yo'q, 20 ming faqat sizga beradi. Hozir bermaydi, sizga beradi. Lekin bu kishi yomon ekan-chi. Yaqinroq turib olamiz. Yaxshi, yigitlar birinchi bo'lib ketishni boshladilar. Yigitlar bo'lasizlar. Qizlar juda yomon ekan, yomon emas. Ketdik. Davom etamiz. Aylantiramiz. Tezroq aylantiramiz. Tezroq. Yaxshi. Iltimos, o'yinni buzmaymiz. Tezroq aylantiramiz. Juda ham pishiragan bu akam. Akam pishiragan. Yo'q, bu kishi berib qolib ketdi deb bo'ldi. Bu kishi berib qolib ketdi. Shu ekan. Yigitlar juda ham pishiragan sizlarga. Yaxshi. Ketdik. Davom etamiz. Yaxshi. Ishlab qolmasdan tezroq aylantiramiz. Opasiz piyola olmadingiz degan. Ochib qoldingiz siz. Olmadi bu kishi. Mayli, kelishinglar, o'ynaymiz. Zo'mizga o'ynab olinglar. Solifa, oson yo'li. Maktabda eslaymiz demoqchi edik. Yaxshi. Ketdik.
sizlar. Iltimos qarab qo'ying qo'yinglar. Tezroq aylantiramiz. Aka, uzoqmang. Aylantiramiz. Tashlab deb yo'ladi. Yaxshi, qizlar bitta qolsiz. Yigitlar 3 ta. Tezroq aylantiramiz. Tezroq. Siz qochib qoldingiz lekin baba. Yo, aka demasdik tushunaman. Yo'q, ha, yana bitta qo'yib beramiz. Sen beyoqda sizlar qarab turadi, endi yigitlarga to'g'rilaymiz endi. Endi yigitlarga to'g'rilaymiz. Qancha berasiz kishiga? Aytib qo'ying. Qancha berasiz? Ketdik, davom etamiz. Yaxshiyam yo'ldan narxini 20 ming degan ekanman. Agar 200 ming deganimda nima bo'lishini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Endi ko'zlab turibsiz, kim chiqaryapti? Yaxshi, ketdik, 3 yigit qoldi. Davom etamiz. Opa, hozir 4 ming qaytyapti ekan hozir. Hozir endi sizga 3-o'rin. Qo'ying. 3-o'ringa qasday bo'lsin bitta. Lekin 3 talik bo'lishi oson emas. Qo'ying lekin. Ha, yomon. Shunday. Endi ularni beramiz, olamiz, birinchi va ikkinchi o'rin. Kim oxirida ketdik, tezroq aylantiramiz. Kimga sog'lig'imiz bor ekan. Birinchi va ikkinchi o'rin. Tasdik. Ha. Marhamat, bittasi qolasiz. Ikkinchisi sizga ichida birinchi pul bo'lsa kerak, mana qayerga turadi. Uchinchi o'ringa. Pastga tushganda to'liq ketasiz bo'ldi. Uchinchi o'rin sizga sovg'a. Rahmat, akalarimizni tabriklaymiz. Endi ikki og'iz yaxshi niyatlar bo'lsa, kimdan boshlaymiz? Birinchi o'rindan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Ustozlar, davramizda to'g'rida o'tirganlarga xursandmiz. Dunyo turguncha turinglar. Hamma bayramini tabriklayman. Bugun 2-yil bitiruvchilar bayrami. Qolaversa Shunga qarab shart belgilamoqchiman. Qizlar chiqsin, ha? Mayli, 5 ta qiz taklif qilamiz. Birinchi shartimiz shu. Yo'q, qizlar aka, qizlar dedim. Marhamat qizlarimiz, qani ko'ramiz, bularda qanaqa faollik bor ekan? Bir sinab ko'ramiz sizlarni. Sahnaga marhamat. 5 ta ixtiyoriy, agar chiqishmasa, bizda ro'yxat bor, ismini chalishga majbur bo'lamiz.
Shahnoz. Marhaba, Shahnoz. İsmini eshitib qo'yapman-da. Yaxshi, 1, 2, 3, 4 ta, yana bitta bo'lsa bo'ldi. Qani bu komandani faolligini sinab ko'ramiz. Qay darajada demak bilimiga chahoq ekanliklarini sinab ko'ramiz. Keling. Yo'q, savol javob emas, xavotir olmanglar. Bugun nechiga o'qiganingizni sinab ko'rmoqchiman. 5gami, 4gami, 3gami. Keling, opa, sizga birinchi o'rin olib qo'ydik. Mana shu 5 o'pa. Bilinib turibdi yurishlaridan. Oxiri kelishlaridan bilinib turibdi. Xush kelibsizlar. Avvalda hazillashni ko'ngling olmaysa, bugun bayram bo'lgani uchun haddim sig'am uchun hazillashyapman. Xush kelibsizlar. Ko'rganimdan juda ham xursandman. Bugun har kunga qaraganda ham boshqacha shekilli. Bugun kun davomida ertalabdan soat 5 dan boshlab kimlardir kistasini boy qilib keladi shekilli. Qoyil. Ko'z tegmasin. Doim ayollar shu to'y bahona, yillik bahona bir salon kirmasa, undan ortiq bir salonga kira olmaymiz. Chunki oila tashvishlaridan ortmaymiz. Lekin bu sanaga alohida tayyorgarlik ko'ramiz. Chunki bunda ustozlar bo'ladi, sinfdoshlar bo'ladi. Chunki 10 yilda men o'zgarib borishim kerak deb mendan qachondan pul so'raysiz, to'g'rimi? Ko'proq qo'shing, yana qo'shing deb xullas alifda 1 million ovolasizlar, endi xullas aytgan. Mayli, nima bo'lsa bir kunlik hammasi, lekin bayram esda qolali bo'lish kerak. Xush kelibsizlar. Endi ayollarni bilamiz. Ayollar har jihatda juda ham faol, tashabbuskor. To'ylarda, to'y hashamlarda, borib keldi, xudoandachilik, mana shunday uchrashuvlarda, yubileylarda qolaversa, mahallada bo'layotgan turli xil marosimlar, keldi-ketdilar haqida ham juda ham yaxshi ma'lumot egasizlar. Bugun kimni to'yi ekan, qachon kim qayerga qizim beryapti, kim qayerdan kelin chiqyapti, buni hammasi faqat ayollar bilishadi. Qo'y. Qolaversa, erkak kishining ko'ngliga topishning eng oson yo'li bu oshxona, ya'ni uning oshqozoni. Bizda shunaqa gap bor. Biz hozir sizlarga hech narsa qilib bera olmaymiz, imkoniyati yo'q, ovqat pishirib berishga. Biz buni amaliy emas, nazariy bilan sinab ko'ramiz oshxona borasida qanaqa qo'llarning shirin ekanligini. Xo'p, hozir bitta taom tanlaymiz sizlar bilan kelishgan holatda. Siz bizga ana shu taomni to boshidan boshlab oxirigacha aytib berasiz. Tayyorlanish jarayonini faqat bitta so'zni qo'shmasdan turib, ya'ni keyin so'zini qo'shmasdan turib bizga o'sha taomni pishirib berasiz. Og'zaki tarzda. Qozonni qanday yoqasiz, nima solasiz, uni hammasini aytib berishingiz kerak bo'ladi. Shartimiz shunaqa bo'ladi. Va siz oxirida ovqatni pishirib o'tirganlarga tortasiz. Kimni qanaqa chiqqan ekanligini shartimiz baholab beradi. Faqat keyin so'zni qo'shmasligingiz kerak bo'ladi. Qaysi taom tanlaymiz? Odatda o'zbeklarning eng sevimli taomi bu osh. Biz ham bugun osh pishiramiz. Kudachini o'zlaring tanlaysizlar. Hammaning qissasiga qarab tanlayveradi. Maylimi? Bitta hamma chiqib ketdi. Bitta osh qilasizlarmiz. Hamma chiqib bo'lib qo'yganiga hayron bo'lib turibman. Uyda osh o'xshaganmi odatda? O'xshagan-a? Yaxshi. Kimdan boshlaymiz? Sizdan boshlab qolamiz. A'lo chekkansiz. Bular sizni maqtashmi? Tayyormisiz? Oshni boshlaysiz. O'sha bu oshdan tortib oxirigacha qanday tayyorlanish jarayonini aytib berasiz. Og'zaki tarzda faqat keyin so'zni qo'shmaysiz. Qo'shmasdan aytasiz. Tayyormisiz? Piyozlarni artamiz, ularni piyozni to'g'rab, savizni ham to'g'rab olib, qolganini yog'i va qozonni osamiz. Moy quyib, qizdirib turib, keyin go'shtni olamiz. Siz qozonni qo'yib turib, birinchi savizni mayli, hech qisi yo'q, tushunamiz. Yaxshi. Xush kelibsizlar sinfdoshlar. Avvalambor masalani tayyorlab, gazni yoqib, qozonni gazga qo'yamiz. Yog'ni sof qizdirib, go'shtni yaxshilab qizdirib, piyozni qizartirib, savizni qizartirib, suvga qo'yamiz. Me'yorda qaynagandan keyin guruchni solib Assalomu alaykum, klassdoshlarim.
Бүгүнкү силердин байрамыңыз менен 20 жылдык куттуктайм баарыңарды. Мен куттуктап баштайм. Мен биринчи сервисти даярдап коём, туура. Газды жагып, казанды бисмилла деп баштап, казанды газга коюп, аны кызышын күтүп, суус келип. Майды куям, кыздырам, эт салам, көчтү. Piyazı salam, kızartırıp, kovurup, servisli salıp, kovurup, koyuyoruz, hazırak kovurup, tuzlu salıp, sulu koyup, nohut da salam. Anan kaynayıp, kaynarandan keyin masallıkta tayyorlamamızda qozonni qizdirib, go'sht qovuramiz, piyoz qovuramiz, ikkalasi qizargandan keyin assalomu alaykum. Xushbo'y yig'ilishgan barcha aziz sinfdoshlar. Mana 20 yillik bahonasi bir yig'ilib qolibmiz ekan. Hammalaringga baxtdan taxt tilayman. Hammaning oilasiga tinchlik tilayman. Hamisha shunday ochiq dasturxon atrofida o'tirib, xursandchiligimiz hech qachon mana shunday arimasin. Oshga keladigan bo'lsak, avvalo masalliqlarni tayyorlaymiz. Qozonni gazga qo'yamiz. Qozonga albatta nazar solib, moy qo'yamiz. Moyni qo'yib, go'shtni, piyozni ketma-ketlikda qizartiramiz. Suvni qo'yib, sabzini soldik, no'xatlarni solamiz. Go'shtlarni evitib, guruch evigandan keyin oshni damlaymiz. Baribir keyin so'zni ishlatib qo'ydingiz. Lekin bugun osh yeyolmadigan asosiy hech kim bor. Nima bo'lganda hech kim osh pishirib bera olmadi. Demak, baxtlik ayollarimiz birozgina erinchoq bo'lib qolishdi. Oshxona borasida sal qo'llar chiqib qo'yibdi shekilli. Yaxshi hazillashib gapirdim. Men ishonaman, sizlar oilada qo'li gul oshpaz, yaxshi ona, yaxshi turmush o'rtog'isizlar. Hukumat ko'z tegmasin, doim oilada tinchlik, xotirjamlik, sizlarga doim go'zallik, baxt, omad, hamrohliklar bo'lsin. Xudo xolasa, yaxshi kunlaringga borib, ishtirok etish, xizmat qilish bizga nasib etaversin. Salomat bo'linglar, bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin. Opalarimiz chalib qo'yasa. Rahmat. Xudo xolasa osh yegan o'zimiz boramiz maqbarga. Nasib etsa, qo'lingizdan osh yeyishga boramiz. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, yeb kelishga va'da beramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Endi qo'shiq orasiga navbat yetib keldi. Birga aralashib raqs qilishamiz. Chunki qoralarimizni orada qo'yib oldik, biroz yuzlarimiz kirishib oldik. Chiroyli raqslar bilan davramizni davom etamiz bo'lsa. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bayram muborak bo'lsin.
Şamoling esli şamoling Yurak bağrım ezli hayalim Bu dünya bir ikinci bu dünya Benim canımdı kesin
Qizlar aralashib, yigitlar aralashamiz. Taqib bersa, esa yana o'tirgan sinfdoshlardan, do'stlar nomidan 5 ta ishtirokchi kerak bo'ladi. Marhamat, ishtirok etmagan yoki ishtirok etgan bo'lsa ham mayli, birgalashib shartlarni davom etamiz. Marhamat, ixtiyoriy. 5 kishi. Aka yordam bering, ismini aytib turasiz. Ular chiqish niyati yo'q menimcha. Davron. Ozoda. Qo'yni. Sabohat. Zafar. Sabohat Zafar. İsimler aytamiz. Kelinglar, marhamat, shartlarimizni davom etamiz. Mehmonlarimizni, bitiruvchilarimizni ishtiroklarida. Shunday Zafar aka, marhamat qiling. Sizni chaqirishyapti. ishtirokchilarimiz sahnamizda o'z o'rinlarini egallashdi. Yana sizlar ko'rganlar xursandman. Yana shu ishtirokchilar, yana shu she'rlar paydo bo'ldi sahnamizda va sizlar bilan shartlarni boshlaymiz. Xo'p, demak bizda 5 ta raqam bor. 5 ta raqam ostida esa sizlarga qo'yilgan shartlarimiz bor. Demak, raqam tanlaysiz va raqam ostidagi shartlarni birin-ketin bajarishni boshlaysiz. Xo'p, marhamat, ixtiyoriy raqam tanlash. Demak, kim birinchi raqam tanlasa, ana shu ishtirokchi shartimizni boshlab beradi. Xo'p, nechi raqam tanlaysiz? Birinchi raqam, ikkinchi raqam, 5-raqam, 3-raqam va sizga o'z-o'zidan 4-raqam qoldi. Xo'p, birinchi raqam tanlagan ishtirokchimiz bilan shartimizni boshlaymiz. Birinchi raqamimiz ostida tez aytish sharti yashiringan edi. Demak, siz bizga bir nafasda 10 ta tez aytishni aytib berishingiz kerak bo'ladi. Tez aytish bilan sizga yordam beramiz sizga. Yordam berasiz. Qiyinrog'imi, osonrog'imi? Biz biladigan bitta tez aytish bor. G'ani, g'ildirakni, g'izillatdi degan tez aytishimiz bo'lardi. Maktab paytlari shuni biz eslab qo'yganmiz. Agar xohlasangiz shuni aytishingiz mumkin yoki Tohir tungacha to'p tepdi tez aytishini aytishingiz mumkin. Qaysi birini tanlaysiz? Tohir tungacha to'p tepdi, Tohir tungacha to'p tepdi, Tohir tungacha to'p aytib berishingiz kerak. Tungacha. Tonggacha. Mayli, men soddalashtirib aytdim ozgina yordam tariqasida. Tungacha, tonggacha farqi yo'q. Aytib bersangiz bo'ladi. Demak, bir nafasda 10 ta aytib berishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Tohir tonggacha to'p. Buni anga tez aytish kerak. Tohir tonggacha to'p debdi, Tohir tonggacha to'p debdi, Tohir tonggacha to'p debdi, Tohir tonggacha to'p debdi, 5 ta. Mayli, shuni hammasini ko'ramiz bo'lmasa tez aytishni xohlaysizmi? Ular yo'q deydi. Yaxshi, demak bu kishi birini olib bo'ldi. Siz shartni almashtiramiz endi. Siz ikki tanlaysiz. Xo'p, ikkinchi shartimiz ostida esa o'zi yoqtirgan yoki maktab davrida yodlagan biror she'rini 4 qator aytib berish sharti yashiringan. She'r yodlagansiz maktab davrida, to'g'rimi? Yo, alifbedagi she'rni aytib berasizmi? To'xtatib she'r bilasiz. Ustoz to'g'risida, sinfdosh to'g'risida, maktab to'g'risida bo'lsa ham. Bilmaysizmi? Bilasizmi? Esdan chiqib ketgan, ha? Terqash bilmaysizmi? Terqash so'yapti duruyor. Aka, ingliz tilini bilasizmi? Hech bo'lmasa? Terqash bilmaysiz inglizdan. Ana bo'lmasa. Ha, inglizcha. Sana bering 10 gacha bo'ladi. Shart sizga shu. Sana bering 10 gacha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 bitta bu ketdi. Yaxshi, tabriklaymiz. Ikkita kishi bilan shartimiz yakunlandi. Endi akam bilan. Akam juda ham bir 5-chi. Siz 5-chimi? 3-raqam. 3-raqam ostida esa qo'shiq aytib berish sharti yashiringan
yoki qo'shiq aytib berasiz yoki raqsga tushib berasiz. Ikkalasidan bittasi. O'ynab berasizmi? Qani qo'shiq bo'lsin? Qani qo'shiq bo'lsin? Yo'q, o'zbekcha qo'shiq bo'lsin-a? Qirg'izcha qo'shiq qo'yib beraylikmi yoki? Demak, o'zi o'yinchiga farqi yo'q, xohlagan o'shaga o'ynayveradi degan gap bor bizda. Agar o'yna olsa. Oxirida o'zingiz o'ynab berasiz. Siz bilan. Mayli. Demak, opamizga do'y shartimizni beramiz. Bu kishi aytolmagan shart, ya'ni bironta o'zi yodlagan maktab davridagi chiroyli she'rlardan to'g'ri xato aytib bersin. She'r umuman o'qimaganmisiz? Ana bo'lmasa. Ha, nima? Hamma o'zingizniki o'tirganlar. Masalan, men aytib beraman. O'sha yodlagan she'rlarni to'g'ri xato. Unda siz qo'shiq aytib berasiz bo'lmasa. Nima aytsam yo'q deyapsiz? Shartni bo'lib biz qo'yamiz, siz o'sha berishingiz kerak odatda. Ayting, xalaqlab beramiz shu. Shartni almashtiraylik. Ikkita shart qilamiz. Bo'lmasa ikkalang o'ynab beringlar bo'lmasa. Aka, sizga 10 ta anjuman. Yo'q, aka, hazillashdim. Anjuman qilsak, xorijga tegib qolish mumkin. Shundan qo'rqyapman. Xo'p, aka qo'shiq aytib berasizmi bo'lmasa? Sizda talab borga o'xshaydi ozgina. Ya she'r aytib berasizmi? To'rtta she'r aytib bering. Bu shartlar qo'yib qoldi, hamma aytib bu shartlarni. Xo'p. Nima shart beramiz akamizga? Ostonada aytinglar hamma. Ha, hoplar, o'zlari bilan bo'libdi. Tezda aytib berasizmi? Tohir tongacha debdi. Tohir tongacha to'p 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 debdi. Tohir tongacha. Qoyil aka, 6 ta bir nafasda shunaqa qorin bilan aytirish oson emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Tabriklaymiz, endi sizlarni kuzatib qo'yamiz. Sizga chiqib turasizlar. Ikkita ishtirokchimizdan. Demak, chiroyli raqs tomosha qilamiz. Birinchi o'zlarini ko'raylik, ishtirokchilar. Keyin birga o'ynaysiz. Toshkent zebolari raqs guruhiga qarshiliklar bo'lsin. Rahmat. Hazırlaşdım. İştirak etishlarga alohida rahmat. Yana endi esa chiroyli qo'shiq bo'ladi. Raqsga tushamiz. A'lo kayfiyatda bayram dasturlarimiz esa davom etadi. Rahmat.